Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana zakazimizni Toyota Corolla Cross'ni mijozga topshirish jarayonidamiz. Mana o'zlari akani hozir bitta ikkita ma'lumotlarni berib o'tadilar. Qanday zakaz qildilar, qanday buyurtma bo'ldi, necha kun kutdilar. O'sha bo'yicha ma'lumot beramiz. Mana mashinamiz 360 kameralik. Mana mijozimiz. Aka, endi o'zingiz bir batafsil aytib bersangiz qolgan mijozlarga, mashinani buyurtma qilish jarayonida qanday qiyinchiliklar bo'ldi, nimalar qildingiz? Oldindan to'lov qildilar akamiz. Uchrashib, boshqa qilib o'tirmadik. Telefon orqali gaplashib, dogovor tashlab berdik. O'sha bo'yicha bankdan to'lov qildilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ana mashina keldi. Umrbekdan xursandman. 11-da to'lovdim. Ana bugun mashinani kecha oldingi mashina keldi. Oldik. Bo'g'rima vaqtda keldi. Badat qilmadi Umrbek meni. Nima desam yana? Olib qayda ko'rdim, zo'r, yoqdi mashina. Qanaqa to'lovdim? 11-da to'lovdim. Kecha oldingi mashina yetib keldi. 11-martga to'lov qiluvdilar. Endi maksimum 30 kun deymiz, 30 kundan 35-40 kungacha maksimum cho'zilishi mumkin. Bayram hisobida. Bayram bo'ladi, dam olish kunlari hisobida. Qo'ygani emas normalni. Mashina siyasi zo'r ekan. Maza qildim. Oldindan to'lov qildingiz. Oldindan 30% bir to'lov qildik. Qolgan 70%ni keyin to'lov. Bir haftadan keyin 70% to'ladik. 20 kundan keyin mashina keldi. Shunaqa. Endi mashinani bir ishini ochib, funksiyalarini bir ko'rsatsangiz, 360 kameralari bor. Mashinani yoqib, kameralarni olish kачествосini ham bir ko'raylik. O'zining zavodskiy poliklari bor, Corolla Cross. Zavod tomonidan beradi. Bardachoklarda narsasi bor, kitobi bor. Mana bu koja bo'ladi bu yerlari. Bu yerda ham kojashi bor. Mana bu yumshoq plastik. 360 kamerasi ham bor. Eshiklari ochiq turibdi, ikkalasi ham yopilsa ko'rsatadi. Endi powertniki yoqinglar bir o'ngga chapga. O'ng taraf. Hammasini ko'rsatib turar ekan, Hammasini ko'rsatadi. Eshik ochiqmi, yopiqmi. Shofyorniki elektrosidina bo'ladi. Hozir bagaj ochilishini ko'rsataman. Bagaj ochilishi elektronli. O'zida zapaskasi bor, zavodskiy. Zapaskalari ham bor. Bosamiz, ketdi. Elektrosidinasi bor. Ikkita kaliti bor. Bu yerda funksiyalarga keladigan bo'lsak, adaptiv kruz kontrol, palosa ushlash, mana bu oddiy kruz kontroli bor. Mana bu oldidagi mashinaga rastana bilan yuradigani, mana bu. Hamma funksiyasi bor rulida. Multi rul. Kачествоsi qanday ekan amaki? Ayting. Zo'r, qoyil. Maza qildim. Endi Yaponiya, Xitoy zborka deyishadi, unda nima farqi bor endi o'zingiz bir qisqacha? Mashinasi sevgam yo'q. Hammasi zo'r. Keyin so'nat mosh bilaman, lekin uni ancha yaxshi ekan. Bo'ldi, boshqa aytadigan gap yo'q. Shu kачество. Sidinlar ko'rishimdan. Mana orqasida deflektorlari bor, mana tagida ham vozdux beradigani bor. Xullas shu aytadigan bo'lsak, mashinamiz gibrid. Endi kapotini ham bitta ochib yuboring-da. O'zi qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Kapotiga keladigan bo'lsak, motori chisti Yaponiyaning motori, 2lik RAV4 ning motori. Ko'pchilik biladi RAV4 qanday mashinaligini. Endi bu bizda yangilik hozircha. Hamma narsasi Yaponiyaning mahsuloti. Yaponiyanikida даже mana bu yerda mana shu torkasi bo'lmaydi. Ochiq bo'ladi mana shu. YouTube'dan qarab ko'rsangizlar bo'ladi farqini.
Mana mashinamiz ko'rinishlari. Balonlari 17 lik bo'ladi. Yumshoq balon. Bizda hozircha shu yangiliklar. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Biz ham unchalik avtoblogger emas.